350 ming so'mlik skidkamizda cruise control qanaqa bo'ladi deb so'rayotganlar uchun ko'ringlarchi. Zazorlarimiz o'ta ideal holatda stanovkalarni qilib beramiz. Kabellari ham barday bo'lmaydi, ko'ringlar mana. Olib qilib ichkarida stromli bo'ladi va bilsanglar aerobagda ham uzaydiganlar bor. Undan o'zini holatiga zavodskiy maytavon bo'lsa qo'yib chiroyli qilib beramiz aka. Va xo'p, imkon qadar o'zingizlarcha qo'llang bo'lsa, ana yechmagan holatda stanovkalarni qilib beramiz. Akamga ham xudo xolasa cruise control atiga 350 ming so'mga stanovkalarni qilib berdik va motor programmalari 80 ming so'mga, EcoSport programmamizni qilib berdik. Bilsanglar 150 ming so'm qilyapti. Hop, Gentra X3'larimizga ham 80 ming so'mdan motor programmalar, korobka programmalarimiz 100 ming so'mdan ketyapti. Ramazon ichi bemalol kelaverasizlar, xudo xolasa ishlarni sifatli qilib beramiz. Ishimizga bitta baho berib, kommentariyada yozib qo'yasizlar. Zazorlarigacha mana oralarni ko'rsatasizlar. Orada juda ko'pchiligi mana shu yerda ochiq qoladi-yu. Xudo xolasa bexijolat ishlarimiz. Akamga suv igrasini yozmadik xolos. Suv igraslari bundan o'tgan ekanlar, shartlasizlar. Bemalol kelishinglar mumkin. Chiroyli qilib beramiz hammaga.